Hammaga assalomu alaykum. Navoiylik biznesmen boy akalarim. Mana ko'rib turganingizdek Hasan Husan modellarimiz qatorasiga deb tashlaganmiz. Bu modelimiz Jack X200 bo'ladi. Biznes uchun ancha qulay bo'lgan, yuk tashiydigan hamma bu maqsadagi avtomobilimiz mana shu bo'ladi. Yurishlari ham ancha mягкий. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bu modellarimiz motori 2 atmosferni bo'ladi. 6 kuchi 140 dan tashkil etadi. Va bu modelimiz hozirgi kunda sotuvda tayyor. Mana ko'rib turganingizdek qatorasida turibdi. Nargi boshda ham mana shu qatordan shunday terib tashlaganmiz. Bu modellarimizda prom tovari, tentovkasi, undan tashqari bartovoy modellari bo'ladi. Hozir prom tovarni birdan ko'rsatib o'taman. Mana yonboshlarida, orqalarida eshiklari ham bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham eshiklari bor. Xo'p, bu modellarimiz sotuvda tayyor. To'lovchilarga keladigan bo'lsak, bu modelimiz ajoyib bir yangilik qilib o'tilgan. Rasrochka, avtokredit, naqd to'lov ham bor. Yangiligimiz esa shu modelimizga rasrochka qilinganligi. Rasrochkani agar batafsil shartnomalari, shart-sharoitlari kerak bo'lsa, qanday to'lov usullari bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, videoni oxirida tushuntirib o'taman. Bu modellarimizda ABS plus ilk sistemalari bor. Rullar gidravlika bo'ladi, salon qismida 3 kishi o'tirib ketaveradi. 2 kishi o'tirgan taqdirda ham o'rtaroq o'rindiqni yotqizib orqadagi bardan foydalanib ketsa bo'ladi. Konditsioner pechkalari bor. 9 kub yuk oladi mana prom tovar modelimiz. G'ildiraklarga ham birdan e'tibor berib o'ting. Oldi g'ildiragini 15 hajmlik, orqa g'ildiragi 13 hajmlik hamda qo'sh balon bo'ladi. Undan tashqari oldi amortizatorlik, orqasi esa resorlik bo'ladi. Mana bu esa mana bu modelimiz bartovoy modelimiz. Bort hajmini uzunligiga keladigan bo'lsak, bort hajmini uzunligi 320 ga 175 bo'ladi. 2 tonnagacha kitobida yozilish bo'yicha ko'tarib beradi, lekin undan so'ng 4 tonnagacha bemalol bostirlarimiz bo'ladi bu modelimizga. Ko'rishingiz mumkin, juda ajoyib, bejirimishlangan, zavodskiy tumankalar bilan birga jihozlangan. Mashinamiz tayyor turibdi. Bu modelda yana bir chassi modeli bo'ladi deb o'tdim. Chassi modeliga keladigan bo'lsak, mana xuddi mana shu holatga keladi, faqat mana bu orqadagi borti bo'lmaydi, ramani o'zi bilan keladi. Suyuqlik tashiyman degan akalarimiz uchun ancha qo'l keladi bu modelimiz. Bemalol boshqa o'rnatib olib yursalar bo'ladi. Bu yerda esa tentovka modelimiz turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Tentovka modelimiz raskodushkalik bo'ladi, tentovkasi yig'ishtiriladi. Qovuni mana shunday quyoshli kunlarda shunday raskodushkani yig'ishtirib qo'yib, bemalol foydalanib bartovoyda qilib yursa bo'ladi. Tentovkani yog'ingarchilik kun bo'lganda shunaqa yoyib qo'yadilar, shu bilan bemalol ishlatib ketaveradilar. Bunda ortiqcha kuch kerak emas, 2 kishi talab etiladi, tamom. Qiyin emas. Yana bir narsasini aytib o'tishim kerak, gayogalarimizni to'xtatib muammo qilishmaydi. Xo'p, mana bu yerda ham mana ko'rib turganingizdek prom tovarimiz, bartovoyimiz qatorasiga turibdi. Nalichni hammasi tayyor. Xo'p, endi bu modellarimizga original bo'lgan ehtiyoj qismlarini qayerdan olsak bo'ladi, yo bo'lmasa servis xizmatlari mavjudmi deydigan savollar kelib tug'iladi. Xo'p, bor bu modellarimiz servis xizmati ham original ehtiyoj qismlari ham bor. Xuddi mana shu avtosalonga tashib berasiz, Tashkent Motors avtosaloni sizlar Navoiydan kelib tashib buyurasiz. Mashinani o'zini me'yorlab ko'rasiz. Agar ehtiyoj kerak bo'ladigan bo'lsa, ehtiyoj qismlarini o'zimizdan kelib topsangiz bo'ladi. Original pasportlar emas, eng arzon bo'lgan hamma bu narsadagi ehtiyoj qismlari hammasi bor, ya'ni o'sha zapchastlari bor. Servis xizmatlari ham bor. Servis xizmatlari qanaqangi kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi o'zimizda mavjud. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Mashinani test-drayvlari bor. Mashinani haydab ko'raman desangiz, bemalol avtosalonga tashib buyurasiz. Istagan modelni shunday haydab ko'raman deysiz, mashinani yo'qsa haydab ko'rasiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, mashinani to'lovini amalga oshirib, yarim soat ichida nomingizni rasmiylashtirib olib ketasiz. Bizda oylab kutari yo'q. Mashina tayyor turibdi. Qaysi biri kerak deydigan bo'lsa, hammasini nomini rasmiylashtirib beramiz, olib chiqib ketaverasiz. Avtokreditga ham olib chiqsangiz bo'ladi, rasrochka ham olib chiqsangiz bo'ladi, naqd to'lovlarga ham olib chiqsangiz bo'ladi. Mana hozir birdan prom tovarimiz ichini ko'rsatib o'taman. Aytganim emas. Bor. Tungi paytlarda mana bu qorong'ida olib ketmay, yoritish ishlatsangiz bo'ladi. Suyaklari ancha mustahkam, hammasi qalin qilingan mana. Yolg'ochlar eshigi, orqada eshik aytganda, orqadagi eshik 2 tabaqali bo'ladi. Resordan ko'rsatdim orqadagini, oldidagi amortizatorni bizdan ko'rsatdim. Mana bu esa resordan orqa tomonda qo'sh balon bo'ladi. Oldinda esa mana ko'rishingiz mumkin. Birdan esa oldinda mana ko'rishingiz mumkin. Amortizator hammasi bor, Xo'p, bundan tashqari bu modelimizda hozir 2 xil g'ildirak baza o'lchamli turibdi. Bundan tashqari zapaskasi qanday bo'ladi degan bo'lsangiz, zapaskasi mana 2 xil bo'ladi. 15 balonlikdan bitta, 13 hajmli balondan bitta bo'ladi. Bu
modellarimizga aytganimdek rasvochka qo'yilgan, rasvochka shasharga keladigan bo'lsa endi rasvochkasi boshlang'ich 50% bilan qolgan summasini 13 ga bo'lib to'lab olib chiqsangiz bo'ladi. Bu modellarimizni istalgan turda 50% to'lash, qolgan summasini rasvochkaga shunday befoiz to'lab boraverasiz. Sizga qo'shimcha foiz minmaydi. Mashinani shunday to'lab qildingizmi, aytganda yarim soatda olib ketaverasiz. Mashina yangi birinchi qo'l egasi o'zingiz bo'lasiz. Eng arzoni faqat rasm dilettasi bo'lgani uchun faqat bizada bo'ladi. Bu modellarimiz arzoni. Kelib, ko'rib mashinani haydab ko'rsangiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon raqamlariga telefon qilib, mazmun tashlab berib mashinani ko'rishlari mumkin. Kommentariyada fikringizni yozib qo'ying. Bu mashinani bilgan bo'ladi. Qani sizga ma'qulmi bu mashina? Qanday mashina? O'z fikringizni yozib qoldiring, like, komment kutib qolaman. Obuna bo'lish esa esingizdan chiqmasin.